Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nihoyani e'lon qiluvchi hamda tavbalarni to'sguvchi eng buyuk alomatlar boshlanadi. Hadislarda mana keltirildi, oxir zamon alomatlari ikki qismga bo'lindi. Katta alomatlar, kichik alomatlar. Kichik alomatlar ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Bu qiyomat soatini yaqin qolganligini bildiradigan alomatlar hamda qiyomat soatini boshlanishligini bildiradigan alomatlar. Inshaalloh qiyomat soatini boshlashini bildiradigan alomatlardan bugun o'qigan bo'lamiz. Qiyomat soatini kirganini bildiradigan alomatlardan bu kunni botishi va yer ostidan dabba, hayvonni chiqishligi. Bularning qaysinisi birinchi bo'ladi degan savolga ulamolar har xil javob beradi. Lekin shubhasiz qaysinisi birinchi chiqishidan qat'iy nazar, ikkinchisi tezlik bilan orqasidan voqea bo'ladi. Ba'zi ulamolarning so'zlariga qaraganda avval yerdan ana shu dabba chiqishligi birinchi bo'ladi. Astagfirullah va idza waqa'al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Qachon kofirlarning ustiga so'z azob tushganida, ya'ni qiyomat yaqinlashib qolganida, biz ular uchun yerdan bir jonivor chiqaramiz. U odamlarga bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lib qolganlar haqida so'zlar. Ya'ni Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda aytiladi, uning ismi Jassosa bo'ladi. Mana Dajjolning qissasini gaplashganimizda Tamim Dari orolga borib, ana shu hayvonni ko'rganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib bergan. Juni qalin va nihoyatda uzun bo'ladi bu hayvonni. Juni shunday bir qalin uzun bo'ladiki, bu hayvonni oldi qadayu orqasi qad ajratib bo'lmaydi. Lekin bu hayvonni boshqa hayvonlardan farqli joyi, u boshqa hayvonlarga o'xshab ota-onadan tug'ilmaydi. Ya'ni birdaniga yerdan chiqariladi, yaratiladi. Bu xuddi Solih alayhisalomning tuyasiga o'xshaydi. Mana Solih alayhisalomning tuyasini otasi ham onasi yo'q, toshdan bir lahzada Alloh taolaning hukmi bilan yaralgandek, bu Jassosa ham ota-onasiz dunyoga keladi. Bu dabba Alloh taoloning mo'jizasidir. Alloh taolo unga insonlar bilan gaplashishlik qudratini beradi. Odamlar bilan so'zlashadi. Odamlar esa uni so'zlarini tushunadilar. Mana ba'zi bir sahih bo'lmagan rivoyatlarda keladi, dabba odamlarni xatm qiladi deydi. Ya'ni xatm qiladi degani dabba chiqqan davrda mo'min bo'lganlar mo'min deyiladi. Undan keyin iymon keltirganlarning iymoni qabul qilinmaydi deyiladi. Ya'ni dabbani chiqishligi bo'ldi. Endi buni buyog'iga iymon keltirdimi, tavba qildimi, birortasi qabul bo'lmaydi. Shu kungacha iymon keltirgan bo'lsa va mana shu iymoni bilan savobli amallarni qilgan bo'lsa, shu iymoniga insonga asqatadi. Sahihda Imom Ahmad sahihlarida keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: dabba chiqadi. Dabba degani hayvon degani. Va ularni xatm qiladi. So'ngra odamlar bir qancha vaqt yashaydilar. Bir necha avlod almashadi. Ya'ni dabba chiqib odamlarning mo'minini mo'min, kofirni kofir deb hukm qilib bo'lgandan keyin darrov qiyomat bo'lib ketmaydi. Bir muddat odamlar yashaydi. Yana mana shu Iso alayhisalom zamonida yashab, mo'jizalarni ko'rib, keyin tirik qolib, yana kufrga qaytib ketganlar ustida dabba chiqib turib, kofirni kofir, mo'minini mo'min deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, ana shu davrlarda bir odam bir jonliqni sotib olsa, kimdan oldingiz buni desa, haligi dabba xatm qilgan odamlardan bittasini sotib oldim deydi. Ya'ni u keyingi avloddagi odamki, sotib olgan odamni ana shu dabba xatm qilgan kishilardan ekanligini aytib o'tadi. Yana bir avlod yashaydi, Iso davridan keyingi vaqtni ko'rgan odamlar. Dabba chiqqandan keyin yoki kun mag'ribidan chiqqandan keyin tavba eshiklari yopiladi. Dabba chiqadimi? Qaytarib aytamiz. Kun mag'ribidan birinchi bo'lib chiqadimi? Vallohu a'lam. Lekin ikkalasi birin-ketin bo'ladigan narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltiriladi, aytadilar, kun o'zining botishidan chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Odamlar kunni mashriqdan chiqishini kutib turgan paytlarida kun birdaniga mag'ribdan chiqib qoladi. Tong otib bu yoqdan chiqishligini kutgan paytda kun bu yoqdan chiqib ketadi.
va aksincha mashriqqa qarab botadi. Bu holat 3 kun davom etadi. 3 kun mag'ribdan kun chiqib, teskari bo'lib mashriqqa qarab botib boradi. 3 kun. 3 kun o'tgandan keyin yana asl holatga aylanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu kun kishi agar iymon keltirib, iymonida savobli amallarni kasb qilib olmagan bo'lsa, kishining iymoni unga foyda bermaydigan kun. Shu kungacha amal qilib qolding. Shu kungacha iymonlimiding? Iymon esa. Endi buni yo'g'iga tavbaga ham qabul bo'lmaydi, iymoning ham qabul bo'lmaydi. Ya'ni banda savobli amallarni qilib olmagan bo'lsa, uni asqatmaydi. Ikki holatda tavba qabul bo'lmaydi. O'lim hidi kelib, g'arg'ara shu yerga tiqilgan paytda, ikkinchisi kun mag'ribdan chiqqan paytda. Mana aytdik, kun mag'ribidan chiqqandan keyin insonlar bir muddat yana yashashadi. Tavba eshiklar yopiq bo'lgan holatda. Shunda Alloh taolo shunday kunlarning birida insoniyatni yer yuzidagi hayot muddati tuganligiga bir alomatlarini ko'rsata boshlaydi. Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Mana bugungi kun tugadi. Shom bo'ldi, keyingi kun kirdi. Endi insoniyatning hayotini tugashligini tasavvur qiling. Alloh saqlasin, o'sha davrda yashayotgan odamlarning ahvoli nima bo'ladi? Ya'ni hayot tugadi, ertaga pulni ham keragi yo'q, ibodatni ham keragi yo'q, hamma qabrga kirib ketadi. Mana shu holatni tasavvur qilaylik. Bu hammamizning peshonamizda bor. O'lim soati peshonamizga kelganda qiyomatda kichkinasi boshdan deb aytamiz. Pulingiz ham qoladi, mashinangiz ham qoladi, uyingiz ham qoladi. Belgi bo'ladigan oxirgi alomat shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo Yamandan bir shabadan yuboradi. Boshqa rivoyatlarda Shomdan shabada chiqadi, Yamanga borib Yamandan dunyo bo'ylab tarqaydi. Bu rahmat shabadasi. Bu shabada ipakdan ko'ra mayinroq. U odamlarning uylariga, maskanlariga kiradi. Agar hatto insonlar tog'ni ichidagi g'orni jigarigacha kirib ketgan bo'lsa ham, bu shabada albatta yetib boradi. Nimaga g'orgacha deyilyapti? Chunki g'or odatda tupi bo'lganligi uchun oxiri u shabadani chiqib ketadigan joy yo'qligidan havo kirmaydi uyga. Lekin bu shunday shabada bo'ladiki, odamlarda hammasini bir qator silab o'tadi. Har bir odam bolasi yetib boradi. Bu shabadan ishi nima edi? Bu ajib ish qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qalbida zarracha iymoni bor kishini mana shu shabada qo'ltiqlarini silab o'tib, uni jonini oladi deydi. Ya'ni oxiriga qalbida zarracha iymoni bor odam mana shu shabada bilan joni olingandan keyin yer yuzida Alloh taolaning vahdoniyatini isbotlaydigan birorta odam bolasi qolmaydi. Shu kuni yer yuzi inson bolasiga harom bo'ladi. Ya'ni mana shu kalimaga o'ylar borki, hayot davom etyapti. Yerda faqat kofirlar qoladi dedi Rasululloh. Yerda Alloh taoloning zikri to'xtaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yer yuzida Alloh deyilmay qo'ymagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ya'ni odamlar qoladi, birortasi Alloh demaydigan bo'lib qoladi. Qiyomat faqat mana shu holatdagina qoyim bo'ladi. Imom Muslimda keltiriladi, insonlar mana shunday holda turar ekanlar, Alloh taolo ularning ustlariga pokiza shabadan yuboradi. U odamlarning qo'ltiqlaridan o'tib, har bir mo'minning jonini oladi. Odamlarni yomonlarigina qoladi. Yerda fasod boshlanadi. Zino ko'chalarda oshkor bo'ladi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ana shu davrga borganda zino shunday avj oladiki, bir-birlariga xuddi eshak bir-biriga sakragandek sakraydigan bo'ladi. Yo'lning ustida zino qiladigan bo'lib qoladi. Ana shu davrda dedi Rasululloh, ularning ichidagi eng yaxshi odam kim bo'ladi desa, shu chekaroq o'tib olsalar yaxshi bo'lardi degan odam ularning ichidagi eng afzali bo'ladi deydi. Ya'ni bu gunoh, buni qilmanglar emas, chekiga o'tib qilinglar shuni. Shuni gapirgan odam yaxshi odam bo'ladi deyilmayapti. Nauzubillah. Imom Buxoriyda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, birin-ketin solih kishilar ketadi. Xuddi arpani yoki xurmoni chiqindilari chiqib ajrab qolgandek, odamlarning ablahlarigina qoladi. Alloh taolo ularni parvosiga olmaydi. Islom dedi Rasululloh, xuddi kiyimning rangi o'chib yo'q bo'lib ketgandek islom yo'q bo'lib ketadi. Namoz, roza, qurbonlik nimaligini odamlar bilmay qo'yadi. Qur'ondan birorta bir kalima qolmaydi. Ya'ni Qur'on bor paytda qiyomat qoyim bo'lmaydi degani. Qur'on yo'q bo'lib ketadi. O'sha davrda yashaydigan oqsoqollar qanaqa odamlar bo'ladi? Ya'ni iymonni qabul qilsa ham qabul bo'lmaydigan davrda yashaydiganlar kim bo'ladi? Ana shu bir fojir, fosiq bo'lgan kimsalarni oqsoqollar aytadiki, otalarimiz la ilaha illalloh derdi. Biz ham aytib qo'yamiz shuni. Dinida la ilaha illallohni aytib qo'yadi, lekin ma'nosini tushunmaydi ular. Demak, mushriklar ham Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida osmon yerni kim yaratgan desa Alloh deyishgan. Sizlarni kim tiriltirib o'ltiradi desa Alloh degan.
Rizqinglarni kim beradi desa Alloh degan, lekin ibodatda unga shirk keltirishgan. Shuning uchun ular Allohni tan olganligi ularni mo'min qilib qo'ymadi. Xuddi shunday hozirgi kunda ham tiriltiradi, o'ldiradi, rizqimizni Alloh beradi deb turib, faqat Alloh uchun qilinadigan ishlarda boshqalarni ham sherik qilib ajratib qo'ygan bo'lsak, biz ham shirk keltirib qo'ygan bo'lamiz. Buni ko'rinishlari ko'p. Palonchi oppoq otasiga atab qo'y so'yadi, palonchi avliyoga atab toqab chiqib qo'y so'yadi va hokazolar. Alloh uchun qilinadigan ish boshqalar uchun qilinadigan bo'lsa, bu shirk deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qiyomat odamlarning eng yomonlarining ustiga qoyim bo'ladi. Bugun qiyomatning oxirgi alomatini tugatamiz, birodarlar. Ertaga darsda inshaalloh qiyomatning boshlanishini boshlaymiz. Surdi chalishdan boshlanadi. Rasululloh aytadilar: qiyomat odamlarning eng yomonlarining ustiga qoyim bo'ladi. Bu odamlar butlarga sig'inadi. Rasululloh boshqa hadislarda aytadilar, boshqa hadislarida odamlarning yomonlari qoladi. Ular qushday yengiltek, yosh bolalarning singar aqldek tentek, ma'rufni, munkarni bilmaydigan bo'ladi. Shayton kelib ularga meni gapimga quloq solmaysizlarmi dedi. Ana mana bu yurasan desa, butlarga ibodat qilinglar dedi. Mana qaranglar, shayton qachon kelib ularga buyuryapti? Ilm ko'tarilganda, Qur'on ko'tarilganda, islom ko'tarilganda. Qaysi bir xalqning ichida ilmli odamlar bo'lmasa ekan, shayton juda chiroyli so'zlar bilan, juda chiroyli bir shiorlar bilan odamlarda shirkka olib ketadi. Nuh alayhisalom davridan shirk boshlangan deyiladigan bo'lsa, ana shu Nuh alayhisalom bilan Odam alayhisalom o'rtasida 1000 yil deyilsa, 1000 yilgacha shirk bo'lgan emas. Ana shu 5 ta odam solih kishilarni o'tib ketganlaridan keyin, Allohning diniga da'vat qiladigan solih kishilar o'tib ketgandan keyin, ularni bergan darslaridan xabardor qavm tugagandan keyin, yangi ilmdan johil bo'lgan bir avlod paydo bo'ldi. Shayton kelib turib bularni sekinlik bilan, bu ota-bobolaringlar yaxshi odamlar bo'lgan, kelinglar, mo bittasini nomi bilan mo toshni atab qo'yaylik. Palonchini devasi, Yaudni, Yag'usni yoki Vudni, Nasrni bir devaliga deylik. Shu devalikni ko'rganimizda eslab yuramiz gaplarini. Xo'p, shunaqa deb nomlashdi. Keyingi kelgan avlod yana johilmi? Ota-bobolarlar bilasizlarmi nimaga bu yerga to'planardi? Bunga ibodat qilardi-da, ibodat kirgizardi. Shayton odamlar orasida ilmli odamlar qolmagandan keyin osonlik bilan adashtirib ketadi. Muslimdan rivoyat qilinadi, Imom Muslimdan Oysha roziyallohu anha aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Lot va Uzzoga yana yangitdan sig'inilmagunicha kun tugamaydi. Zul Xulaysaga ham ibodat qilinadi. Lot bilan Uzzo mana bilamiz, Quraysh mushriklari sig'inadigan eng katta butlar edi. O'z payg'ambarini hidoyat va haq din bilan, garchi mushriklar istamasalar-da, barcha dinlarga g'olib qilish uchun yuborgan zotdir. Axir bo'ldi-yu, islom g'olib bo'ldi-yu, Lot, Manot, Uzzorlar ketdi-yu Huballar. Yana qaytadimi bular dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bu narsa Alloh taolo xohlaganicha davom etadi tavhid. So'ngra Alloh taolo pokiza shabadan yuboradi, u bilan qalbida zarracha iymoni bor odamlarni jonini oladi. Keyin yana odamlar qaytadan Lot bilan Manotga, Uzzoga sig'inishlikni boshlaydi. Qiyomatning alomatlarining oxirlaridan Ka'batulloh buziladi. Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: men ularni ko'rib turgandekman. Qora, o'zlari qora, habash bo'lgan, oyoqlari qiyshiq habashlar Ka'bani toshlarini birin-ketin tushirib buzayotganligini ko'rib turgandayman deydi. Ya'ni Ka'batulloh qolmaydi. Ana shu iymon, islom, din, Qur'on, namoz, sadaqa, amri ma'ruf, nahiy munkar qolmagandan keyin Ka'bani hurmati ham ketadi. Ya'ni bo'ylari kichkina, oyoqlari qiyshiq qora habashlar Ka'bani toshlarini bitta-bitta tushirib buzayotganligini ko'rib turibman dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ka'ba qolmaydi. Qur'on qolmaydi. Namoz, roza, sadaqa qolmaydi. Amri ma'ruf, nahiy munkar qolmaydi. Fasod tarqaydi. Zino oshkor bo'ladi. Odamlar shu holatda qoladi. Bashariyat tufayli yer fasodga to'ladi. Shunda qiyomatning surat cholinishligidan avvalga qolgan oxirgi bitta alomat boshlanadi. Bu oxirgisi. Ka'bani buzilishligi oxirgidan burungisi. Endi oxirgi alomat nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Hazramotdan bir olov chiqadi. Boshqa hadislarda Adandan deyilgan ekan. Adan degan joydan. Qiyomatdan avval odamlar hammasi biriga to'planadi. Kimlar? Odamlarning yomonlari. Mana shu o't chiqib
insonlarda hammasini Shomga qarab surib boradi. Xuddi suv odamlarni surib ketgandek, olov odamlarni haydab ketadi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, agar o'sha o't chiqqan paytda biz bo'lsak nima qilamiz?" deydi. Alloh saqlasin. U davrda iymonli odam qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Shomga boringlar" dedi. Odamlar o't chiqqanda Shomga yig'iladi. Imom Buxoriy sahihlarida keltiriladi. Odamlar 3 yo'lga yig'iladilar. Qo'rqqan holatda, umid qilgan holatda, ya'ni o'zi ixtiyori bilan o'tdan qochib ham yuradi, yo majbur o't quvganlar ham yuradi. 2 kishi bir otda ketadi. Biri minadi, biri piyoda ketadi, almashadi. 3 kishi bir otda ketadi. Bittasi minadi, ikkitasi piyoda ketadi. Mino degan narsa yo'qligidan 4tasi bitta otda ketadi, 10tasi bitta otda ketadi. Chunki mino degan narsa borki, minib, almashib o'tdan qochib ketadi. Olov Shomga qarab haydab boradi. Shunday bir ajib holat bo'ladiki, bu o'tni xususiyati shu bo'ladi. Imom Buxoriyda keltirilgan bu hadis, Rasululloh aytadilar, ular, ya'ni o'tdan qochayotganlar to'xtagan joyda o't ham to'xtaydi. Yurib charchashdimi, dam olgisi keldimi, o'tirib dam olsa o't ham to'xtab turadi. Yursa orqasidan surib yuradi. Charchadimi, o'tirdimi, o't to'xtaydi. Buxoriydan bu hadis. Endi kechqurun to'xtab, tunash kerak bo'lsa, o't to'xtaydi, o'chib turadi, yoki pasayib turadi. Yotib uxlab, ertaman turib harakat qilganda o't uyg'onadi, yana haydaydi bo'lardi. Odamlarni hammasini Shomga yig'ib keladi. Demak, qiyomat qoyim bo'lishidan burun odamlar bir joyga to'planadi. Odamlarning yomoni bir joyga to'planadi. Imom Buxoriy va Muslimda keltiriladi. Ularga sodir bo'ladigan narsani bayon qilib Rasululloh aytadilar. Madinani ham odamlar tark qiladi. Madinada ham odamlar yomoni qoladi. Madinani yaxshi holatda, hech bir buzilmagan, uylari butun bo'lgan holatda hayvonlarga, jonivorlarga, qushlarga tashlab, xoli holda tashlab chiqib ketadilar. Oxirgi bo'lib to'planadigan ikkita odam muzoynalik cho'pon bo'ladi. Ular qo'ylarni haydab Madinaga qarab kirib kelsa, Madinada hayvonlarla qolgan bo'ladi. Uni xoli ekanini ko'radilar, hayron bo'ladi. Bu ikkisi ham o'tdan qochib Shomga qarab yurib borayotganda, Saniyatul Vadoga yetganda qiyomat qoyim bo'ladi. Sur cholinadi, ikkalasi ham o'lik holda yuzi bilan yerga qiladi. Mana shu ko'rinishda qiyomat qoyim bo'ladi. Oralarda na islom, na Qur'on, na namoz va na roza bo'lmagan va bir yerga jamlanadigan odamlarni, yomon odamlarning ustida qiyomat qoyim bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abi Said al-Khudriydan, "Va kayfa an'am va sohibul qarn qad iltaqama al-qarn va hana jabhatahu va asgha samahu yantaziru an yumara an yafiha lahu va yanfih." Qana qilib rohatlanadi dedi Rasululloh. Qanday qilib rohatlanib yashay? Axir ana shu surni choladigan Isrofil og'ziga surni qo'yib turibdi. Peshonasini arshga qaratib quloq tutib turibdi. Buyurilishini kutyapti. Buyurilishiga choladi dedi. Qanday yashashim mumkin bundan keyin xotirjam dedi Rasululloh. Sahobalar, "Ey Rasululloh, biz nima deylik unda?" desa, "Hasbunalloh va ni'mal vakil" dedilar. Bizning hisobimiz Alloh taoloning qo'lida. Qiyomat qoyim bo'ladigan kun juma kuni bo'ladi. Imom Muslim rivoyatlarida Rasululloh aytadilar, quyosh chiqqan kunlarning eng yaxshisi jumadir. Bu kunda odam yaralgan, shu kunda jannatga kirgizilgan, shu kunda jannatdan chiqarilgan, qiyomat kuni ham juma kunida bo'ladi. Juma kuni bo'lsa, sur cholinishlikka hukm qilinadi. Inshaalloh keyingi darsimizda sur cholinishligida sodir bo'ladigan ishlar haqida gaplashgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.